Yo, salom bolalar. Bugun hammaga yurgan o'sha O'zbekiston futbolkasini sizlarga qanday yozib ko'rsataman. Ko'pchilik olgan, bir ikkalasi olmagan. Menga o'sha sotalar meni bugun olib birdaniga video chiqaryapman. Mana shunaqa joyga kirib olamiz va tepada quti keys bo'ladi. Men buni olmaganman. Sizlar bilan hozir ochamiz. Mana shunaqa qutini topib olamiz. Olgandan keyin bu quti qayerda qoldi endi? Top berilib qayerga? Keyin buni olamiz va xohlagan futbolkani bittasini tanlab olaylik. Argentina, O'zbekiston, Portugaliya. Men Portugaliya formasini oldim. Sizlar qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Endi короче mana forma qanday turibdi? Birdan 10gacha baho beringlar. Obuna like bosib qo'ying. Auditoriya katta bo'lsin.